Assalamu alaykum aziz qarindoshlar. Biz bugun Hijriya 1942 yillik Ramazan ayini kutib oldik. Aylarning sultoni, yillarning barakati bo'lgan Ramazan ayingiz muborak bo'lsin. Bugun musulmonlar xushal bo'ladigan haqiqiy tantana qilishga loyiq bir kundir. Chunki bugundan boshlab har bir musulmon Allohning izzati va sharafiga noil bo'lishga boshlaydi. Bu ay avvali rahmat, o'ttirsi mag'firat, oxiri bo'lsa jahannamdan qutulishdan iborat alohidligi bilan bir butun savob va yaxshilikqa to'lgan muborak oydir. Boshqalar o'zlari beklab olgan, hech qanday xosiyati va sharafi bo'lmagan bayramlari va odatlari bilan tantana qilishsa, biz musulmonlar dunyo va oxiratlik baxt saodatimizning vasilasi bo'lgan bu oyga muvaffaq bo'lganimizni tabriklaymiz. Boshqalar o'zining havo-havasi va nafs xohishi bo'yicha yashaydigan bo'lsa, biz Alloh va Rasulining yo'l yo'riqi bo'yicha yashaymiz. Ramazan demek bereket demektir. Ramazan demek öz nefsiga can ilan qilib, özünü terbiyeleş demektir. Şeytanlar bağlanıp rahmet ışıkları açılgan ay demektir. Peygamber aleyhisselam Ramazan ayı kelip mu günahları mağfiret kılınmaya çıkıp ketken kişi en bahtsız kişi dep görsetken. Bu uluk ayda Allah'a texim yakınlaşaylı. Bir yıl içinde okşumagan sebepler tüpeyle acizlep ketken imanımızını kaytidin tekşürüp takvalık libası bilen zinnetli olaylı. Yaxşılıqlarga həssilib əcr veriladigan Ramazan ayini özara hörmət, ehtiram və izil fəzilətli əməllər bilan ötküzüş arqılıq haqiqi müsəlmanlıq, haqiqi möminlik sübutini texmi javlan qıldıraylı. Taat ibadetlerimiz Allah rızası için olsun. Dua ve tileklerimiz vatanimizde zulüm çıkavatkan, azap içinden yanavatkan mezlum halkımız için olsun. Uluq Ramazan ayınla mübarek olsun.